korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi ilk bor yangi formatda keng doirada davlat rahbari ishtirokida ko'rib chiqilishi kuchli siyosiy irodani, islohotlarni qat'iy ekanligini namoyon etdi. Qolaversa, ushbu yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbus va vazifalar mamlakatimizda korrupsiya illatiga qarshi umummilliy kurash boshlanganidan dalolat berdi. Prezidentimiz yig'ilishda korrupsiyaga qarshi kurashishda parlament jamoatchilikda o'rni va roli qanday bo'lishini kerakligini biz deputatlarga dastur amal vazifasi o'tadigan xalqchil va konstruktiv tashabbuslarni ilgari surdilar. Haqiqatan ham milliy parlamentarizm korrupsiyadagi illatga qarshi kurashda bu boradagi milliy qonunchilikni takomillashtirishda, aholi o'rtasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini yuritishda, umuman har qanday sohada lokomotiv vazifasini bajarishi lozim. Mazkur yig'ilishda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan strategik tashabbuslar fraksiyamiz a'zolari tomonidan birma-bir o'rganib, tahlil qilindi. Har birimiz o'zimiz uchun tegishli xulosalar, o'z oldimizga ortga surib bo'lmaydigan vazifalarni belgilab oldik. Adolat sotsial-demokratik partiyasi va fraksiyasi ushbu jarayonda quyidagi masalalarga alohida e'tiborni qaratishni joiz deb hisoblaydi. Birinchidan, davlat rahbarining kengaytirilgan yig'ilishdagi ma'ruzasidan kelib chiqib, quyi palatadagi partiya fraksiyasi tomonidan qonun ijodkorligi faoliyatida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar, ayniqsa talon-taroj holatlari uchun jazoni kuchaytiruvchi, yetkazilgan zararlarni 10 barobar miqdorda undirishni nazarda tutuvchi normalarni qonunchilikka kiritish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Vaqti keldi jinoyat qonunchiligini ham isloh qilish, unda korrupsiyaviy jinoyatlarni alohida belgilash va balkim alohida bobga ajratish. Umuman olganda, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi qonunlarni yanada kuchaytirish va takomillashtirish bu asosiy vazifamiz. Bu borada barcha deputatlarimiz, partiyadoshlarimiz masalaga ilmiy yondashgan holda yetakchi ilmiy ta'lim tashkilotlar, xalqaro muassasalar bilan ushbu yo'nalishdagi taklif va tavsiyalarni o'rganib chiqadi. Misol uchun, korrupsiyaviy jinoyatlarni tahlil qilib, jazo muqarrarligini ta'minlash uchun jazo turlarini qayta ko'rib chiqish, yirik loyihalar va davlat tenderlari bilan bog'liq korrupsion sxemalarda qatnashganligi uchun mansabdor shaxslarga alohida jazo turini joriy etish, yuridik shaxslarni korrupsiyaga doir javobgarligini kuchaytirish va davlat tenderlarida ishtirok etishga muayyan muddatga taqiq qo'yish, davlat xaridlari, tenderlarni o'tkazish, byudjet mablag'larini sarflanish kabi yo'nalishlarda qonunlarni yanada takomillashtirish, ochiqlik va shaffoflikni to'liq ta'minlash borasida dolzarb taklif-tavsiyalar jamlanadi va fraksiyamizga taqdim etiladi. Ikkinchidan, kuni kecha Adolat sotsial-demokratik partiyasi ijroiy qo'mitasi va Oliy Majlisdagi fraksiyasi oldida turgan vazifalarni biz qo'shma yig'ilishda belgilab oldik. Ushbu qo'shma yig'ilishimizda Adolat sotsial-demokratik partiyasi bilan O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Shuningdek, qo'shma yig'ilish qaroriga ko'ra biz aprel oyini korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi deb e'lon qildik. Ushbu oylik doirasida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda turkum tadbirlar tashkil etishni rejalashtirdik. Ushbu tadbirlarimizda korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatini innovatsion yondashuvlar asosida yoshlarni ongiga singdirishga harakat qilamiz.